Assalomu alaykum, hurmatli ushbu videoni ko'rayotganlar. Biz hozir Eron Islom Respublikasi Fars provinsiyasini Firuzobod degan hududidamiz. Bu yerda mana ko'ryapsizlar. Roza Muhammadi guli yetishtiriladi. Bu atirguldoshlar oilasiga kiradi. Biz bilgan atirguldoshlar oilasiga mansub o'simlik, lekin bu tabobat maqsadida bundan olinadigan maxsus efir yog'i va etil va metil alkogollari, ya'ni xromatik nima deydi, xushbo'y hid oluvchi maxsus organik moddalari ham bor. Mana ko'ryapsizlar. 1 gektar maydonga 2000 tub o'simlikni ekish mumkin. Har bitta mana bu ikkita qatorda oralig'i 3-4 metr bo'ladi. Har bitta ekinning oralig'i 1-2 metr atrofida ekiladi. 1 gektar maydondan sug'oriladigan maydonlarda 7-10 tonna hosil, lalmi maydonlarda esa 3-7 tonnagacha hosil olish mumkin. 10 tonna, 7 tonna hosilni qayta ishlaganda 1 litr yoki 1 kilogramm maxsus yog' olinadi. Bu maxsus yog'ni sotilganda Erondagi qiymati $2000, chunki bularda yuqori qayta ishlash texnologiyasi mavjud bo'lmaganligi uchun arzonroq. Aynan shuni Bolgariyada olayotgan yog'lari $7000 dan sotilyapti. Bundan tashqari bundan suv va boshqa xushbo'ylashtiruvchi moddalar ham olinadi. Yana bir e'tiborli tarafi, buni mana bu gulidan moy uchun yig'ishtirilsa, mana bu g'unchalari choy va boshqa maqsadlar uchun ham yig'ishtirib olinadi. Mana bu ishchilar bir kunda 50 kilogrammgacha hosilni terishadi. Bu yerda bu o'simlik har yilni faqat aprel oyida to'liq gullab meva, ya'ni meva deyman, gul beradi. Undan keyin o'zi gullash tugaydi. Umuman Eron davlatida 20000 gektarda guli Muhammadi ekiladi. Aynan 20000 gektarda 8000 gektar mana shu biz turgan Fars provinsiyasida ekiladi. Xo'p, bu so'nggi yillarda yog'ingarchilik kamayayotganligi uchun bu yerda tomchilatib sug'orish sistemasi mana pastda qo'yilgan. Tomchilatib sug'orilganda bu o'simlik ko'proq hosil beradi. Buni har yili kesib turish kerak. Yashash muddati 10-15 yil mobaynida yashaydi, lekin har yili buni kesilmasa, buni boshqarish qiyinlashadi. Xo'p, yana qo'shimcha ma'lumotlar sifatida tuprog'i, ya'ni qanday tuproqlarni xush ko'radi degan savolga, mana tuproqlari asosan 7,5 atrofida neytral tuproqlarni va 5 elektr o'tkazuvchanlik, ya'ni kuchsiz sho'rlangan tuproqlarni xush ko'radi. Buni tarkibidagi efirning sifati ko'proq o'sha ekologik hududga ham bog'liq, buni boshqarishga ham, sug'orishga ham ko'p narsalarga bog'liq. Va albatta eng katta e'tibor beradigan buni qayta ishlashga yuqori texnologiya talab qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Erondan Shavkat Xoldorov.